Növbətdəki leksiyamizni davamlaşdırırıq vətəndaşım. Tövəndə sizə yetkizdiğin leksiyamızın nəzərivi əsası var leksiya. Bununla diqqət qilishinglarni, zerikmey diqqət qilishinglarni ümid qilaman vətəndaşım. Alimlar 30 yildan keyin betbeşiri cungolıqlar yanala betbeşiri bulup qiliverdi deyişdi mavzuluq maqala. 9 ayının 8 günü Venvit orbitida e'lon qilindi. Maqala mundaq başlandı. Yazğıcı Beyyan Betbeşiri Cunguluqlar deb kitap yazgan. Bu kitap neşir qilingili 30 yıl boldu. Yaqında talaş tartış qilayotgan tanqidchilardan jodaki maqala e'lon qilib, Betbeşiri Cunguluqlar mavzuliq kitapdan söz etib, Cunguluqlar yanala o'xshashla Betbeşiridir deb ko'rsatdi. Tanqidchi Jodakining nazarida Jungoda yuqoridan tuvangacha, tuvandan yuqorigacha nihoyat zo'r o'zaro ziyonkashlik qiladigan bir holat shakllangan. Jungoda kishilar och ko'z, yo'lsiz, so'g'oq, qo'pol, yolg'on so'zlaydigan, fursatparast, saxtpaz, qimorvoz tabiatlik hammani do'tikadigan, bulaydigan, talaydigan, aldamchi, maqola o'g'irlaydigan, hatto stat naql o'g'irlaydigan, shundaqla bo'lib qolmasdan o'ylanish iqtidori yetarsiz. Lushin davridagi turmushqa solishtirganda, ya'ni 1920, 18, 15 yillarga solishtirganda o'ylash iqtidori bor fuqarolarga hozirgi junguluqlarni solishtirg'ili bo'lmaydi. Masalan, Lushin apandi, yozuvchi Lushin apandi davrda jungo fuqarolarining o'ylaydigan, o'ylanoladigan iqtidori bor edi. Lekin hozir bunday iqtidor junguluqlarda yo'q. Shunga navbatdagi jungolar fuqarolar jamiyati Lushin davridagi fuqarolar jamiyatiga yetolmaydi ekan. Buningdan boshqa tanqidchi Jodaki junguluq kishilarning salohiyat to'salg'usining darajasini miqdorlashtirib, o'zining ko'z qarashlarini isbotlagan. O çıkargan xulası şu bolganki, fakat her 27 adamның içinde fakat bir adamның medeniyet salahiyet to'salg'isi bo'ladi ekan, kishilarni hushyor bo'lishga chaqirish kerak. Medeniyet salahiyet to'salg'isi deydigan bu hukm yoki bu atalg'u yuqumliq kasal ning taraqqiy qilib yetilishini o'z mayli qo'yitadigan bo'lsa, medeniyet salahiyet to'salg'usi deydigan bu yuqumliq kasalning taraqqiy qilishini o'z holiga qo'yitadigan bo'lsa, jungo jamiyatining ijtimoiy jamiyatlik yo'lini tavritadi ekan. Hatto tashqari dunyoga kengaydi ekan. Butkul insoniyat madaniyatiga ziyon soladi ekan. Jodakining hisobicha jungodagi bu miqdor hozir 27'de birden taraqqiy qilib 19'da 1ga o'sgan. Demak, yuqorqidek madaniyat salohiyat to'salg'isi giribtor bo'lgan junguluqlar burunlar 27ning ichida 1 bo'lsa, hozir 19ning ichida 1 deydi. Shu darajaga tushgan. Bundan ko'rib olishga bo'ladiki, deydi Jodaki, biz allaqachon insoniyat madaniyatiga ziyonkashlik qilishni boshladik. Demek junguluqlar shundaq madaniyat salohiyati bilan hozir butun insoniyatning madaniyatiga va turmushiga ziyonkashlik qilishni boshladik deydi Jodaki. O'qirmanlar aldırmay turinglar deb boshlaydi Jodaki. Texmi qiziqarligi, ya'ni Jodakining nazarida 27'de 1 deydigan bu selishtirimining kelish manbai o butun mamlakat bo'yicha sariq kesili bilan yuqumlanganlar statistikasini oriyat elib, sariq kesili bilan yuqumlanganlarning nisbati 270 ming, 270 ming deb ko'rsatib, bevosita 10 ming hassa qilib kengaytgan. Bu 10 ming hassini Jodaki huquq qo'shish deb atagan. Demek Jodaki biz yuqorida aytganda Jodaki o'zi o'ttirib qo'ygan madaniyat salohiyat to'salg'usi degan bu kasal yoki bu virus hozir junguluqning har bir junguluqning xarakteri va salohiyatiga singib ketdi. Buni hozir nisbatlashtirsak, buning yuqumliq darajasi ayni vaqtdagi SARS kasalining kengayish va yuqumlanish masalasiga barobar keladi. Tuvanda biz Sumruq televiziyasi madaniyat ijodiyat programmasi Jodakining asli maqolasi
mavzusi jodaki 30 yildan keyin Batbashiri junguliqlar yanada Batbashiridir deydigan mavzuliq maqola bilan tanishib chiqamiz. Junguliqlar yanala Batbashirimi, Batbashirlikda qaysi darajaga yetdi, o'qirmanlarning baho berishiga, fikr qilishiga topshiramiz deydi Somro televiziya stansiyasi.